Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar, janoblar, uzoq yaqindan tashrif buyurgan qarindosh urug'lar, darg'alar, xolajon va ammajonlar, amaki o'tog'alar, barchalarga Madrimovlar sulolasi xonadoniga xush kelibsiz deymiz. Qadaminglarga hasanotlar bo'lsin deymiz. Bugun albatta bugungi kechani, bugungi to'yimizni barchadan ko'ra intizorroq bo'lib kutgan, necha yillardan buyon niyat qilib kutgan ota-onalarimiz, mana shu xonadonning sohibi hamda sohibalari qaynonalik baxtidan sarmast bo'lgan Umarbek akamiz, Mohiraxon opamizga valambor to'ylaringiz, qo'shaloq kelinlar, qo'shaloq to'y muborak bo'lsin deymiz. Mana shu xonadonga bir yilga yetar yetmas qo'shalog'idan beshik ayyomlarda qilishlik Allohimdan nasib ro'za aylasin deb tiladir ta'zim. Qutlug' qadam bilan mehmon kelin kelibdi. Mehmon emas, mezbon kelin kelibdi. Tilagin tabarruk deb turibdi. Ko'ring tilon, kelin salom beradi. Yig'lab Captivaga minsa kelin. Yolg'on yig'lab chim quvonib tursa kelin, qanday baxt bu, ta'zim bilan kelsa kelin. Ko'ring tilon, kelin salom beradi. Chimildiki yarashibdi bo'ylarima. Mehmon sig'mas ostonasin uylariga, el yurti tutab kelgan to'ylarima. Ko'ring tilon, kelin salom beradi. Bu dunyoni bergan ulug' Xudoyim, ta'zimingiz qilmang kamda har doimo deya yaratgan Allohni eslab, odam otadan tortib Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamgacha bo'lgan jamiki payg'ambarlarga, aziz avliyo ambiyolarga, sha'ni sharafiga, buyuk ajdodlar ruhi poklariga egilib juftdan ta'zim qiling kelinlar. Tirik jonimiz azizlar, vaqt kelib hammamiz ham bu dunyodan o'tarkanmiz, yaratganga beixtiyor jonimizni taslim etarkanmiz. Ular ham edi elda poyindor, ovozlari yurtda edi jarangdor. Xalqim deya halol mehnat qilganlar, bu dunyoda sizga rizq berganlar. Oxirati obod bo'lsin ilohim, ruhi pokim shodmon etsin Xudoyim deya shu kunni siz bizdan intizor bo'lib kutgan, niyatlari ila murodli armonda ketgan shu sulola, Madrimovlar sulolasining darg'alari, marhum darg'alarimiz ruhi poklarga, Kamolboy otamiz, Karimboy otalari, Buvaxon otalari, To'xtaboy bobolari, Rahimboy bobolari, Mavlonboy otalari, Husinboy otalari, Davronboy bobolari, Qalandar akamiz, Safarboy doilari, Razzokberdi otalari, Baxtiyor otalari, Turomboy otalari ruhi poklarga egilib juftdan ta'zim qiling kelin. Har kim kelarkan farak boshiga, vaqti bevaqt so'nggi yo'lni solganda, Alloh sabr bersin olganda, bizlardan mehnat qolganda. Marhum Ziyodaxon momolari, Sonajon momolari, Halima momolari, Poshshajon analari, Saramjon momolari, Barnogul momolari, Ruqiyaxon, Halimaxon yengalari, Rohibjon momolari ruhi poklariga egilib juftdan ta'zim qiling kelin. Ana bizlar moziga qaytib qoldik, ana endi bu yog'iga o'ynab kelib, tiriklar, albatta tiriklarimizga go'zal ta'zimlarimizni kelinlarimiz, yengalarimiz bilan birgalikda ado qilamiz. Azizlar, biz yashayapmiz. Hayotimiz tiriklik emas, o'tganlar uchun ham nasibalimiz. Ular uchun ham o'ynab kulishga, to'yda to'yinib xursand bo'lishga haqlimiz. Demak, bu yog'iga chehramizni ochib, o'ynab kulib kelin salomini davom qildiramiz. Yengajonlarimizga esa dinlarga hurmat tilab qolamiz. Yana bir bora mana shu sulolaga to'ylaringiz, yaxshi kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Egilamiz yengajon doim aytamiz, salomda gap ko'p. Ta'zim qiling ushbu salomda gap ko'p. Ta'zimingga havas qilsin ko'p qizlar ko'p. Baxtli zamonamizga, osayishta yurtimizga, shukronali davramizga mana shu sulola, Madrimovlar sulolasi barcha darg'alariga egilib juftdan ta'zim qiling kelin. Tingla kelin, sensan ahli janona, el tilagin aytar to'ying bahona. Ta'zimlaring hurmatingdan nishona. Yangi el yurtimizga, yangi sulola xonadonimizga, yangi qo'ni qo'shnilarga egilib
juftdan ta'zim qiling kerak. Qadamlaring el yurtingga yarashsin, har bir uyda to'ylar to'yga ulatsin. Yana senga ko'p kelinlar ergashsin, to'ying bahona tanishadigan yangi do'stlaring, yangi dugonalaring. Chiqqanlaringizni egilib juftdan ta'zim qiling kerak. Kun uzoq kun kutdik yo'ling qarashib, bir men emas hamma soat sanashib, mana kelding shu to'ylarga yarashib, yarashdi to'ylaringga, chiroyli qaddi bo'ylaringga, ezgu o'ylaringga, ya'ni saodatli shodiyona. Mana shu sana haqqa 18-sentabr sanasi haqqiga egilib juftdan ta'zim qiling kerak. Ulug'larim erkalatgan ko'zim deb, yuzi ko'zing o'tgan qaro ko'zim deb, bir umrga siylab o'tkaysan o'zimni deb. Buvajon otalari, boboxon bobolari, O'ktamboy doyilari, Rustamboy doyisi, Olimboy doyisi, Otaxon doyisi, Botir doyisi, Allohbergan doyilari, Ozodbek doyilarni egilib juftdan ta'zim qiling kerak. Seni kelishing kutgan quvonchdan ko'z yosh to'kkan. Bekjon otalari, Sanobar onalari, Ibrohim otalari, Sayyoraxon yangasi, Baxtiyor otalari, Sanobar onalari hurmatiga egilib juftdan ta'zim qiling kerak. Padar buzrukvoring elga berdi osh, hayot murodingga bo'lyapti bosh qosh. Ta'zimingni ko'rib bugun sevinchdan ko'zlari yosh, quvonchdan kutib olayotgan qaynotangiz Umarbek akamizni egilib juftdan ta'zim qiling kerak. Baxt topkesin ushbu uyga kelajak, nasib etsa tebrat kelsan o'z vaqtida berilchak. Farzand ko'rsang o'g'ilmi qizmi, ikkalasiga bo'lsin aralash bo'lsin egizak. Yanagi yil sal ertaroq o'z vaqtida qo'shalog'idan beshik to'ylarini qilajak qaynonangiz Mohiraxon opamizni hurmatlarga egilib juftdan ta'zim qiling kerak. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Allahumma Rabbi anzalna munzilan mubarakan tahfir kelinlarning qadamlarini hasanatlarga ilohalar xonadonlar hayr barajot tinchlik xotirjamlik baxt saodat baxt yigitlar fayz barajot olib kelgan bo'lsinlar, mehr oqibat olib kelgan bo'lsinlar. Shu xonadonda o'rin issinlar, murod maqsadlariga yetkazsinlar. Ilohi Allohim ikki dunyo baxt saodatini bersin. Ilohi inshaalloh kelasin besh to'ylarda ham o'tirishlikni Parvardigorim o'zi nasib ro'zi aylasin. Har bir xonadonda shunday yaxshi kunlar bo'lsin. Ilohi topganlarimizni Allohim to'ylarga buyursin. İki dünya baxt saodatidan ayırmasın. Barchalarimizni baxtimizda yurtimiz tinch bo'lsin, omon bo'lsin, fayzli, barajotli bo'lsin. İnşallah kelasin besh to'ylarida birgalikda o'tirishlikni Parvardigorim o'zi nasib eylesin. Har bir xonadonda yaxshi kunlar bo'lishligini Parvardigorim o'zi nasib eylesin. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Alloh. Amin.